Anjasha degan bir ovozi chiroyli xodimlari bo'lgan ekan payg'ambarimiz alayhissalomni. Tuyalarning ustiga havdaj o'rnatilar ekan, tuya cho'ktirib turilgan holatda onalarimiz havdajga chiqib, tuya turgizilib, o'rnidan yetalab yurgizganda Anjasha bir hirgoyi qilib ketar ekan, bir baytlarni, she'rlarda aytib, onalarimizga xizmat qilar ekanda. Bir kuni shu tuyalarda tezroq yurgizib borgan ekan, Rasululloh alayhi vasallam payg'ambarimiz ya Anjasha ruvaydan la taksiril qawarir dedilar. Ey Anjasha, ehtiyot bo'l, sekinroq yetalagin tuyalarni, shishalarni, billur idishlarni sindirib qo'ymagin dedilar. Onalarimizni shunaqa deb atadilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Onalarimiz yerda turganlarida ham, Rasulullohning huzurlarida ham, tuyaning ustida turganlarida ham shu darajada ehtirom va ehtiyotlar edilar. Hozir bechora kelin qizlarimiz ba'zi birlari 3 oy bo'lmay ko'zlari ko'karib, qo'llari sinib, homilalariga tepki yeb, homilasi tushib qolib kelayotganlar bor birodarlar. Otang uni qilmabdi, otang pasida o'zi. Onang uni qilmabdi. Onangni o'zi zoti pasida degan ta'na-yu dashnomlar. Nafaqat erda o'zidan, ernikini ko'tarar mayli desak, kelishib ketar desak, oilada 5 kishi bo'lsa 5 kishi, 10 kishi bo'lsa 10 kishi atrofdan igna sanchib tursa, bigiz sanchib tursa, bu oila uzoqqa bora olmayapti. 19-20 yashar qiz bunaqangi muomalalarni kerak bo'lsa ko'tara olmayapti. Yoki bo'lmasam bir tinchgina xonadon bor edi, barakotli, fayzli, tinch osuda yashab turishdi. Shuning uchun xonadonga sizlardan kimga bir yaxshi, soliha mankuhani, kelin qizni, ayolni Alloh nasib qilgan bo'lsa, dinini yarmi kirib ketdi xonadoningga deyaptilar payg'ambarimiz alayhisalom. Falyattaqillaha ala shatri thani deydilar hadisni davomida. Qolgan yarmiga Allohga o'zing taqvo qilib saqlagin deydilar. Qarang. Bordiyu bil aks. Tinchgina xonadonida bir axloqsiz bir kelin qiz kirib kelib qolyapti, tamom qilyapti o'sha oilani. Bulg'a boryapti. Gap so'z qilib boryapti. Sharmanda qilib boryapti kerak bo'lsa. U oiladan churq etib bir narsa chiqmagan edi. 40 yildan beri. Bitta kichkinagina kelin qiz shunday kelyapti-da, 6 oyga yetmasdan u oilani nari olib borib, beri olib kelib qo'yyapti. Avvallari birodarlar, uydagi axlatlar ham ko'chaga chiqmas edi. Yosh kattalar bilamiz o'zimiz ham. Hovlini bir chekkasidan chuqur ko'ylab o'sha yerga ko'mib qo'yilar edi. Endi hozir zamona zayli taraqqiyot, musravozlar, axlat toshiydigan mashinalar hamma joyda bor, axlat idishlar bor, o'sha yerga olib chiqib qo'yilyapti. Xo'p, mayli. Lekin ma'naviy axlatlar ham hammaning ichiga chiqib ketyapti bugungi kunda. Eri xotinni urushi, janjali, qo'ydi chiqtisi, quda andalarni yoqalashishi, mahallaga chiqyapti, masjidlarga janjallashib kelyapti. Oyat hadis aytsiz ozgina qismlarigina gapga yuryaptilar xolos. Isloh holatlari. Undan u yog'i esa o'zini bilganidan qolmayapti. Shunaqangi darajadagi holatlar ham ko'payib borayotganligi eng katta siz bilan bizni, ya'ni musibatimiz hisoblanadi azizlarimiz. Bu nikohni dinimiz ibodat darajasiga ko'tarib qo'ygan. Bu nikoh tuzilgan kundan boshlab buzilmas ekan, uzr bo'lsa mayli. Shariat ajrashlik uchun ham ruxsat bergan holatlari bor. Yopishib qolgin demagan. Har qanaqa holat bo'lsa ham. Lekin va'shiruhunna bil ma'ruf. Ahli ayollaring bilan chiroyli hayot kechiringlar deb qo'ydi Robbimiz Alloh taolo Qur'oni Karimda. Uzrli holatlar bo'lsa erda yoki xotinda mayli unda. Lekin hozirgilarni 95% agar surishtiriladigan bo'lsa, sabrsizlik, qanoatsizlik, axloqsizlik, asabiylik, kibri havo qilishlik bir-birlariga shundan boshqa narsani topolmayapmiz. Yana Alloh bilguchiroq birodarlar. Bir-biridan bir narsani tama qilgan, umid qilgan. Mana shuni orqasidan ajrim bo'layotgan, qo'ydi chiqdi bo'layotgan holatlaridan boshqa holatni ko'p ham topilmayapti.